2 millionga ko'chatni oldingiz, 1000 top. Ha. Undan keyin endi mana qurtga qarshi dori, undan keyin shiraga qarshilari, shunday sevib turib, ko'p ketgan bo'lsa 1 million bir jamoasi 3 million xarajat bo'lganmi? Ha. Nimasichi? Klenkalari, qurilishlari. Klenka bu oldindan 3 yillik klenka. Ha. Oldindan bo'lgan. Ha, oldindan bo'lgan. Bu kelgusi yilga nasibsi olmoqchilarmiz buni. Klenkasini. Tepadan uzun qilib turib havo chiqadigan ovoshaman endi. Ha. Bizga shu issiq havo chiqish kerak ekan, mana. Lekin ichi rosa issiq. Gul tushib ketadi, gulni to'g'ri beradi. Ha. Mana qarama tuyib yotman mayda. Hali bular endi mayning oxiriga borib tushib qoladi. Mana yana shu tuynatni pasini sotib olsak ham yetadi bizga xarijatimiz. Mana shu. Mana tomchi suv, bizda suv kam bo'lgan. Siz nosozdan suvlaysizmi? Ha, nosozdan odam mana bu boshqaga atib solaman. Keyin dorini eritib, nima dori bo'lsa boshqaga quyib beraman. Keyin o'z samotok borida mana krandan ochib qo'yaman keyin. Ular ochib qo'yaman, o'zi tomchi berib tomchitar. O'zi bunda tomchi. Ha, shunday. Suv ekan ham bo'ladi. Hozir buning ichini suvlagansiz-ku, bu ariq suvmi? Mana ariq suv, ha, buni suvlagan. Yaxshilab bir to'ydirgansiz-da yerda. To'ydirib oldik. Ha, u yana keyin ketaveradi. Nari qo'shmasa bo'ldi. Tamadini bunday ko'p suv ichmaydi. Ha, ko'z tegmasin. Chiroyli bo'pti lekin. Agar yoqqan bo'lsa like bosasizlar. Haqiqatan ham havasim ketdi. Mana qanday chiroyli ishlagan.